Isroilda Eron raketa zarbasi oqibatida 9 kishi halok bo'lib, 20 dan ortiq kishi yaralandi. The Times of Israel xabariga ko'ra, Eron tomonidan uchirilgan ballistik raketa Quddus yaqinidagi Bet Shemish shahriga qulagan. Buning oqibatida turar joy binosi vayron bo'lgan va yong'in chiqqan. Jarohatlanganlardan 3 nafari og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Pentagon esa Eronga qarshi harbiy harakatlar chog'ida amerikalik 3 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lgani, yana 5 nafari og'ir yaralangani haqida xabar berdi. Hozircha boshqa tafsilotlar keltirilmagan. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklari hududida ham dastlabki qurbonlar bor. Mamlakat Mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, AQSh va Isroilning Eron bilan urushi boshlangandan buyon o'z hududida 3 kishi halok bo'lib, 60 ga yaqin kishi yaralanganini ma'lum qildi. Harbiy harakatlar boshlangandan buyon Eronning 167 ta raketasi va 541 ta droni mamlakat havo kengliklariga kirgan.